Anadolu'da igeleli Türkçilik hemen güzel Anadolu'da Azade hemradan sizi şeyli Termino. Susu kavuş, girmez düzü kavuş. Ölümü güzel anlatır, o tanıyan doğupir. Yılların belgeleri, Anadolu'da gelir. Termino. Türkçilik hemen Anadolu'da, Azade hemradan sıkı şey. Yılların belgeleri, Anadolu'da gelir. Türkçilik hemen Anadolu'da, Azade hemradan sıkı şey. Assalamu alaikum köpçülük, hoş geldinler. Ablacan Avut Ayub'ninki Elif ben nakşısı bilen başladım. İkinci katımlık live stream. Nahmaydan taqtışını. Hemen hoş geldinler. Bugünkü tema YouTube'da hazırgıça qancha pul tapdım degan temada sözlemekçini çoxdan beri qiziq otgan qarindoshlar shundoqcha qancha pul tapdingiz deb so'rab ketganlarga bugungi videomdan yaxshi javob topa olasizlar. Bu videomni ko'rgandan keyin YouTube'ga kirilmoqchi bo'lgan do'stlarninki, ya'ni yangidan YouTube kanal ochmoqchi bo'lgan do'stlarninki bak umidsizlanib ketmasligini oldin ola tavsiya qilib qo'yib turay. Bugungi videomda o'lishganki birinchi qatimliq live stream qilgan chog'da mushu YouTube hamkorligiga iltimos qilishninki shartlari, tartiblari, uniga ketadigan vaqtlar qatorlarni so'zlagan hamda bu qatimki canlıq görünüş taqtışımni YouTube'da qancha pul tapdım degan mushu mazmunda amalaga bir ko'r o'zimninki YouTube studiyosining ichiga kirib, analistikning ichidan kirib, har bir videoniki topgan pulini sizlarga birdan ko'rsatmoqchi. Yana bir qatimday bak umidsizlanib ketmanglar. Mening asosli maqsadim shu ko'plagan Uyg'urlarninki mayli qaysi xil tilda bo'lsin YouTube'ga chiqib özünü muşunaq ko'rsatish orqali Uyg'ur millatimizningki muşunaq yo'qolib ketish, milliy kimligimizni saqlab qolish jarayonidagi bu kurashlarimizda o'zininki bir kishilik hissini qo'shishni umid qilib muşunaq videolarni ishlab beryapman. Canlıq görünüşümni taqtishni boshlab bo'ldim, ish kundan boshlab. Undaq bo'lsa rasmiy boshladim hamsa, oldi bilan sizlarga Facebook'tan bizningki danlıq ekranlarimizdan biri bo'lgan Pidaylar ekranninki Facebook betidan olgan bir parcha bir narsa bor. Shuning ichidagi ochiq oshkor holda Pidaylar ekranniki qancha pul topganligini ko'pchilikdan ham baharlagan bir ekran bor ekan. Shuni birlikda avval ko'raylik. Ekranni bir tanış olayı. Taşın taşka atleşir, mövzini çatleşir. Çok gayet kısa var. Ola başlap memecan, sizlerde yürgüsü var. Yüreklerini körgüsü var, bulutlarını sevgisi var. Üçgülerini sakısı var, takarak çapısı var. Aşı dağda tutarmayın, yoğan taksı var. Aşk gel aşk, boyun sözlükler. Senin bilenden adaş, Ben bütün videolarımın hammasini Ablacan Avut Ayıb'ның naqshlari bilan kirishtirib o'shida qilgan.
Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan ekranim mana shu Facebook'dagi Fidoylar ekranininki o'zininki shu YouTube kanalı ochilib, ta hozirgacha, ya'ni keyingi yarim yildagi topgan puli mana shu 305 yevro deb chiqaribdi. Fidoylar ekranininki yarim yilda shu o'tgan yilninki qanchinchi oydan boshlab, shu chog'dan boshlab topgan pulni mishaga chiqarib qo'yibdi. Ko'pchilik iliqi qancha pul topdingiz deganlarga bu bizningki cho'ng bir ekranimiz, Fidoylar ekrani har xil suhbatlarni o'rinlashtirdi. 51 yevro. Oldingi 28 kunning ichidagi topgan pulni 51 yevro deb ko'rsatdi. Bu tam shu kamgacha, ya'ni YouTube kanali shu Google AdSense orqali Google e'lonlarini qo'yishdan boshlab ta hozirgacha topgan puli shunchalik darajada bo'libdi. Endi menikini ko'rib baqsaq, oldi bilan o'zimninki YouTube studiyamga bir kiray. Bir minut. Oynaydigan talabar mı? Oynaydigan talabar mı? Meninki YouTube studiyamga kirib, rasmiy holda balani ko'rib baqalayam deya. Eng oldi bilan YouTube studiyaning kirib, analistikni ochgandan keyin, analistikning ustida mayda qator narsalar bor. O'shalarning ichidan audience revenue, eng oxirgi revenue'ga kirsanglar, mayadagi estimated revenue oldingi 28 kunning ichidagi pul munchalik bo'ldi deb tushunsanglar bo'ladi. Buni qanday hisoblaydi degan chog'da mayda CPM o'ttiri hisoblan CPM'ni 556 deb chiqibdi. CPM to'g'riliq men oldingi birinchi qatimliq nimada so'zlagandim. Birinchi qatimliq live streamda. Qanday desanglar, CPM degan gap shu har 1000 qatim ko'rilgan bir videoga keladigan pul sonini CPM deb ataydi. Har qaysi davlatlarniki o'xshash bo'lmaydi dedim. Hozir ko'rib boqaylik. Astiga qarsanglar, meninki topgan pullarim bu yerdan bevositalam ko'rsanglar bo'ladi. O'tgan 12 oydan boshlab YouTube kanalimda e'lonlar qo'yishga boshlagan. Birinchi oyda topgan pulim $43, $21, $29, 5-oy hozirgi mezgilda taxminan $10 atrofida pul tepdiman degan gap. Qo'shimchalik sizlar so'rayotgan, voy jiq pul tepib ketdingiz yoki bo'lmasa voy qancha pul tepib ketdingiz degan gap o'sha faqat oyda $10, $20 degandagidek. Har bir videoningki ko'rilish qitim soni 1000 qitim sonininki o'ttiri hisoblan hisoblaydigan pul soni shunday qaysi davlatlarniki o'xshamaydi dedim. Turkiyaninki bilan Amerikanikini solishtirib topgandim. Ozroq so'zlagandim oldingi videoda. Hozir meningda shu bir-birlab hamsiga qarab boqaylik. Qaysi davlatlarniki qanchalik keyin deganga. Skippable video ads, ya'ni bundaq o'tkazatgili bo'ladigan video shu e'lonlarning 75% shunchalik e'lon ekan. Andan keyin bumper ads, display ads, ya'ni kompyuterdan ko'rgan vaqtinglarda videoniki osti qismiga chiqadigan nimalarni, display ads taxminan e'lonlarning 10% ostiga chiqadigan. Endi qani bu davlatlarnikini bir yerdan solishtiradiganni ish qildiganlar qo'titdik. Qaysi davlatlarnikini bir solishtirib beray desam nima o'g'iti? Audience demas.
revenue'ninki içinde CPM'ni silishtiradigan bir yer bor. Endi mavu pullar qanaq bo'ladi deysanglar, har bir oyniki yig'ilib $100 bo'lgan chog'da anandan Google AdSense'ning ichidagi o'zinglarniki bank kartasini ulaysizlar-ku. Shu chog'da kirgan kirimni faqat $100'dan oshgan vaqtda, ya'ni $100 to'shgan vaqtda threshold deb qo'ydi odatda. Anandan bank kartanglarga bevosita uriladi. U qanaq bo'ladi deysanglar, shuning ichidan bevosita echib ko'rsatib qo'yay. 1 minut. Başlakçı, attakçı, çakalımızın parlakçı. Attakçı, reklamla oynatçı. Yapışılın kızlarla, ona yesen oyuncu. Sada kızca, olma ahmak. Google AdSense'ning ichiga kirib, o'zinglarning akkauntining ichiga kirib. Sign in. Akkauntga kirgandan keyin sizlar mana get payment degan vaqtda bank kartasini qanday ulaydiganligini bir kurs so'zlagan. Shu chog'da sizlarga bankanglarga birinchi qatim ulangan vaqtda bankanglarga bir necha mo'lcham pul keladi, shuni o'shada verify qilsizlar degandim. Shu pullar qanaq bo'ladi desa, tush hozirgi mushaygacha $16.57 bo'ldi degan gap. Anandaki ma'nonda har xil diagramlar bor, sizlarga ko'rsatib bergan. Har bir minut sekundning ichida kirgan pullarni shunday ko'rsatib berdi. Undan boshqa paymentning ichiga kirib, hozir 16% $100'niki 16% to'shdi degan gap. Burungi pullarni solishtirgancha qanday bo'ldi desam, birinchi oyniki 31-kuniga qadar $110. Mana bir qatimki bank kartam kirib bo'ldi hozir. Undan keyingisi yana bir qatim $100 to'shgan qadar o'shada har oylikki az-azdan shunday bo'ladi. Shundoq qanchalar ko'ryapsizlar bilmayman, balki mana live stream tugagandan keyin o'zinglar boshdan bir ko'rib ko'rsanglar topgan bo'laman shunchalik. Azroqlam. Mana ko'rayotgan, inkas yozayotgan qarindoshlarga sal turib javob beray. YouTube kanalida pul topmak undaq oson emas. Oldingi qatimki videolarımdagi so'zlarimni yana bir qatim takrorlab qo'ysam, YouTube kanalida pul topgan, shu pul alalmı, emasmi degandek gaplarmi bo'lingan, shularga aniq bir javobni berdim. O'zingiz bir YouTube kanaliga videoni ishlab yo'llab baqqan vaqtingizda anandan keyin bilasiz, bunga qanchalik vaqt ketadi ekan, qanchalik kuch, zehn, shundoq ko'ngil shuni sarf qiladi ekansiz, shu chog'da bilasiz. Shu qilgan ishlaringizni hammasini yig'ishtirib bakab bunga ketgan vaqtni gap, shu YouTube'ga videolarni yo'llagan chog'da anandan keyin his qilasiz, shuncha olajaq hasham qilib. Anandan keyin shu bir videoni chiqaribdiman deb. Boy degandagidek shu har 1000 qatimligi bo'yicha sanaydi, hisoblaydi pulini, har qaysi davlatlarniki o'xshash bo'lmaydi. Bizningki ko'rilish qatim soni bu videolarniki o'xshamaydi. Masalan, shu meniki dastlabki boshlangan vaqtlarda necha mingdan bo'lgan bilan keyin bora men davomli holda boshqa YouTube'ga qatnashuvchilarni davomli chaqirib, davomli shu YouTube'dan kanal ochinglar deb yurib, nurg'ulg'an hozir kanallar paydo bo'ldi. Ko'rilmalarnikimi tanlash nimasi yuqori bo'ladi endi. Shu YouTube'dagi qarindoshlar hammasi o'zaro qilib paslashgandek bo'ladi odatda-chu. O'zi qanchalik yaxshi ishlasam, qanchalik yaxshi videolarni chiqara olsam, xalqqa qanchalik foydasi bo'lsa, xalq menikini jiqroq ko'rsa degandek jihatlarda o'zaro raqobatlashadigan gap. İşte bo'lgandan keyin bora meniki ozlaydi. Yaxshi deb qaraganlar yana davomli ko'raverdi. Foydali uchurlarni foydasi bo'lib qolgan deb yana to'xtamay davomli qoldi, ishlarimni qilib keldim. Taraqqiy qilib hozir mana naq maydondan bevosita taqatgan bo'ldim. Ilgirki vaqtlarda bir videoni qilish uchun o'ltirib
bir so'zni, bir cümleni tekrarlab, aşı cümlenin içindeki en yaxşı çıkan, en canlı çıkan bir cümlesini elib, onu kiriştirip başında taqtıdan. Hazır hem de aslam sözleyden olup ketdik bu. Uyghur video. Ay, yaxşımsız, uçurunuzni qabul qilib olgandim. Almutalik qarindishimiz, salom, yaxshimsiz? Akbar Rajab, rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat, qo'llab kelayotgan qarindoshlarga rahmat. Olanish kanali siz hozir bormi, yo'qmi? Kanalingiz shunday yaxshi taraqqiy qilib ketayotgan. Oldingi videolarni bir ko'rib boqqan bo'lsangiz, balkim nurg'un foydali uchurlar, masalan, shu YouTube'ninki akkauntini, Google AdSense'ni YouTube'ga qanday bog'lash, bank kartangizni qanday bog'lash, undan boshqa shu YouTube'dagi AdSense adresingizga kiradigan pin kodlar bor. Aşlarını bir ko'rish, shu jarayonlarni hammasini shu YouTube'ga yo'llayotgan qarindoshlar, shu monetization degan iltimos qilanaman, hammasini shu bir-birlab bir boshdan, bir qadamdan shu yo'llarni hammasini besib chiqsiz. Deb qo'yadigan gaplarim shunchalik. Hamsa Ablajon Ayubninki naqshlaridan yana bir ashkini aniqlash, naq maydonga telefon qilsanglar bo'ladi yoki musamshak uchur yozsanglar bo'ladi. Uchur yozgan telefonga kelgan uchurlarniki hammasini, yani shu qaysi davlatlardan kelayotgan salomlarni sizlarga yo'llab beraman. Oldimizda Ro'za Hayit kelish oldida turadi. Meniki naq maydon suhbatlarim yana davomli bo'ladi. Men davomli shunday so'zlab turman. Naq maydonga telefon qilib yoki uchur qilib yoki musamshalarga inkas yozish orqali butun dunyoga aytliq salomlaringizni yo'llasangiz bo'ladi. Bir perdayim, amalim yo'q, yurdim yolg'iz dayman. Hamimdir musiqa. Yarat qayta Come wake up, come on and stand up. I'll make you happy. Shake it up, come on and shake it up. You make me crazy. Come wake up, come on and stand up. I'll make you happy. Shake it up, come on and shake it up. You make me crazy. Move it up, move it up, move it up. Hey, sumber patang atrapa, yalan YouTube pakariyapa, privatizatni harakatda, Siz necha vaqtdan beri qiziqayotgan pulsani shu ma ekranda chiqib turayotgan. Hozirgacha men bu har bir oyniki birdan ko'z tuppagan mushunchalik pullar shunashqa bakiligi pul tep ketib boradi deb o'ylamasanglar bo'ldi. Elalloh chiqqan chog'da ochig'inglar kammisin. Onda bo'lsa bugungi videom mushagichlik bo'lsin. Canlıq taqtishim bugünkisi mushagicha. Taqtishimni to'xtatishdan ilgari men bir guvohlik videosi ishlab olay. Ablajon Ayub to'g'riliq. Assalomu alaykum, mening ismim Guli Maqsud, Kanadada yashayman. YouTube'da kanal ochgan, YouTube kanalimning ismi Guli Maqsud. Bugun sizlarga canlıq ko'rinish taqtish sabab bilan naq maydondan bir guvohlik videosi ishlay dedim. Ablajon Ayub naqshchi, usulchi, kichik bolalarning qalbidagi bir cho'lpon, barliq Uyg'urlarningki qalbidagi bir cho'lpon. Ablajon Ayub hozir qadar jami 400 dan ortiq naqshlarni yozgan. Uningki naqshlarida bütün shu Uyg'urlarningki kimligini targ'ib qiladigan, Uyg'urlarningki ona diyorini, o'zimizniki vatanni kuylaydigan shunday naqshlari bor. Ablajon Ayub 2018-yili 11-oydan tortib yo'qolib ketgan, ya'ni Go'min oyisidan saqchilar tutib ketilgandan keyin hozirgacha hech qanday xabari yo'q. Aniq bo'lmagan xabarlardan ba'zilari 4 yil kesdi deydi, 5 yil kesdi deydi. Bunun hech qanday bo'lsa, men bu guvohlik videomni ishlash orqali Ablajon Ayubninki qo'yib berilishini Xitoy hukumatidan so'rayman, hamda barliq boshqa kishilik huquq ko'zatish tashkilotlarininki Ablajon Ayub
masalasiga alohida ko'ngil bo'lishini, bizning qalbimizdagi cho'lpon bolalarning nazaridagi shahzoda hamda Uyg'urlarning ichidan chiqqan Justin Bieber deb nom olgan Ablajon Avut Ayubni baldıroq erkinlikka chiqarishga amallarniki bir kishilik hissini qo'shib, to'g'ri sohasida shu har qaysi medialarda Ablajon Avut Ayubniki erkinligi uchun ovoz chiqarishini so'rayman. Ko'pchilikka rahmat. Sizler oynar altın ırmaklar, soğularda bir orada kanmaklar, balalık çağlar, hakikat kantaylar, bizni çakırgan ülgürler saylar, çemçik yıldızlar, orgakdek aylar, çöcek kıymışlar, cinlik bomboşlar, yaşap yolmak, burra soğukuşlar. Şamanın kanı denizlerin geliyor, yurtlarının geçenlerin geliyor, çiçekler kökü sayıkların geliyor, ayman sanar kıydım tonların geliyor, dağda üstünü okların geliyor, ötmakta koyduyla okların geliyor, acayip çaklar bu çapkınlar geliyor, bulutların yeşil uçkunlar geliyor. Hey balık çağlar, sanasız hayvanlar. Hey balık çağlar, yaylay dobu çağlar. Hey balık çağlar, sanasız hayvanlar. Hey balık çağlar, yaylay dobu çağlar. Ko'pchilik ko'rayotgan qarindoshlarga rahmat. Bugungi naq maydon suhbatim ishagichi bo'lsin. Xayr xo'sh, hammalarga omonlik tilayman. Virus kunlari oxirlashmagan bu mezgillarda ko'pchilik salomatliginglarga yaxshi diqqat qilinglar. Kelar qatim ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Hey balık çağlar, sanasız hayvanlar. Hey balık çağlar, yaylay dobu çağlar. Sanasız hayvanlar. Hey balık çağlar, yaylay dobu çağlar. Hey balık çağlar, sanasız hayvanlar. Hey balık çağlar, yaylay dobu çağlar. Hey balık çağlar, sanasız hayvanlar. Hey balık çağlar, yaylay dobu çağlar. Matu, sana buldum niman çilamatu. Mecnun, ben senin içinde bir mecnun. Matu, sana buldum niman çilamatu. Mecnun, ben senin içinde bir mecnun. Zulma kara kaş, şitola aldiraş. Ben okuyayım görüştende bana gülüp bir karaş. Sedim kandalık uni, elmas telefoni. Tanışıydı uni, mendin yigitlerin uni. Yürüdü bir perva, hacıdım bolup hatta. Soru sorarsak onun din, bana salgın cevap. Yurdum kıyıp kara, sana kıyıp kara. Kabul ettim sevgimi sen gönlümü görüp rava. Matu, sana buldum niman çilamatu.
Yanımdan ketmeydu, özünü göstermeydu. Dert yüklü sen işteyde halim gayetmeydu. Kaçırıydı özünü, kaçetmezsin yüzünü. Sorumlu kaydırmaz ayıp hatta sözünü. Ötügen ötme alem, digen geldi her malem. Yüresen toplayıkında sen beni adam şahsanem. Kılmeyip gözü, yanganlarda sözü. Dikilgen geldi dilde çoğlardan kalgan evi. Beni avara kılma, beni muhabbet sorma. Her daim mestak yürüp, ağzımda yalan köyüp. Hepsi telefon kılma, herkes ümit var bulma. Bana işenç bağlar, özümü taksız çablar. Hey kız beni ko'nglimni bersan, hem biraz ko'ru so'zlarimga ishon. Qilmas men hech kimni sovdan bir sana ko'yib, endi bizoyib. Seni deb qamgili qildi boshim, az qalbi to'kilgili yoshim. Kalbina bo'lg'in qayashim, sevgini berib qo'yniga elib. Sezmedim sabahta sezmedim. Yaşamadım sesinge yaşamadım. Üstüne yaşamadım. Yaşamadım. Bilemedim sebebi bilemedim ben. Utanmedim kendimi utanmedim ben. Hakkım kıldım utanmedim utanmedim. Ağlayın yok kayta, çünkü sözün sakta. Emmege kılma heves, bizigi oyun emez. Sana hiç gönlüm yok, görüşke vaktim yok. Seninden bolay takas, yiğitim bulmadın tas. Hay kız men sözleringe hayran, o men emezsen oylaygan. Hem sakta niyet olmaygan, üzmezmen vazgeçmezmen. Oylayman yine eski bala, şekilik gözleringe kara. Salmazmen gönlünge yara, şen her dem bu mini beden. Sezemedim sadaka, sezemedim ben. İşenmedim sözünge, işenmedim ben. Gözleringe işenmedim, işenmedim. Bilemedim sebebi bilemedim ben. Utanmedim gönlümü utanmedim ben. Hakkım gönlüm utanmedim utanmedim.
Bu jahan ba'zida keng ba'zida hech kimni hech kimga qilmasqa yolg'on so'zlab tutgan bilan qo'shar bir kuni asar jahan seni bulup da bayti kelib bo'lsalar mayachilar ikki kız kazan bilan so'rashar O gün ben zadeki Sizem dedim sadakat sizem dedim ben Seninle hiçbir vaka görmedim ben Sana fakat eşenmedim bilmedim bunu hiç bilemedim ben al yerime sözümge olarsam inan Kanrak düşendirişti hiç bilemedim Bir nakşanlap gideyle ya. Anıgın tügüde. Bizge kutluk gün işte bulup gitken gün mübarek Kasap surun sahip kan her yakın kilip mihman dilek dilek Kurun kuşlar derindaş Kurun tukan kesik taş ısadaş Geldi beste yitip Ya salamlar ettir aldıraş Merhaba Bigman Caps uyuğdan Gözünü de ganimen Yüz görüşke günde Olsun emre bizge Yaşatlı beraber Nağnava başlap Ulaçta taşlap Çüş okusu savaş Taza oynan bir bez Hissetmez bu çepdez Kulaylı bez merasa Gönüller gülsün, gülge tulsun Meşref zeynası Birip şapıp bizge Yesin pelik ülke Nağme nabası Gönüller gülsün, gülge tulsun Meşref zeynası Birip şapıp bizge Yesin pelik ülke Nağme nabası Yangrar külke Kuşalık kıyılar cilve salgın nezer Meşrep bizge bir mektep Gididu edep ahlak diller güler Meşrep ul bir çon seyna Telim bire sana bana Bakıge Gider bizge pezilet Tatlimiz izzet alınca Merhaba Bigman Caps uyuğdan Gözünü de ganimen Yüz görüşke günde Olsun emre bizge Yaşatlı beraber Nağnava başlap Ulaçla taşlap Çüş okusu savaş Taza oynan bir bez Hissetmez bu çepdez Kulaylı bez merasa Gönüller gülsün, gülge tulsun Meşref zeynası Birip şapıp bizge Yesin
nağmen havası. Güller gülsün, gülge tulsun, neşrep zeynası. Verip şapıp bizge, yesin beli güge nağmen havası. Verip şapıp bizge, yesin beli güge nağmen havası. Güller gülsün, gülge tulsun, neşrep zeynası. Verip şapıp bizge, yesin beli güge nağmen havası. Birlikte ko'rgan ko'pchilikka maylangi rahmat. Xayr-xo'sh, kelar kuni ata o'xshash vaqtda ko'rishaylik.